Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugun sizlar bilan Tigo 7 Pro Life'ni yangilangan versiyasini ko'rib o'tamiz. (2026) yil dizaynda nima o'zgarishlar bo'ldi? Bitta sanab o'taman. Birinchi o'rinda oldi dizayn jihatidan bularga fara qoraytirilgan adaptivniy, ya'ni adaptatsiya jarayoniga ega bu faralar. Undan tashqari tumankalari ko'rib turganingizda ikki tomonda chiroyli qilib chiqarilgan va o'zidagi radiator, reshetka, setkalar ko'rinish jihatdan ham bir ko'rishda wow deydigan dizayn beradi. Bemalol ko'rib turganingizdek. Faqatgina dizayni bilan cheklanib qolmadi. Buni motorlari ham o'zgarishi. Misol uchun nima ularga 1.5 turbina motor, 147 ta ot kuchi. Undan tashqari motorlariga garantiya, elektronika, hamma yo'g'ida garantiyalari bor bu mashinani. Shu ko'rinish, tashqi dizayn, gabaritiga nisbatan nechta rasxod qiladi deb o'ylaysiz? Bor yo'g'i shahar ichida o'rtacha 8 tagacha ham rasxod qiladi. Ko'rib turganingizdek, bu unaqa ko'rinishdagi gavdali mashinaga 8 ta rasxod o'ylashim bo'yicha ancha yaxshi. Bu crossoverning o'ziga yarasha, gavdasiga yarasha disklari ham ajoyib chiqqan. Bularga 18 razmerdagi disklar, ya'ni 225 ga 60 razmerdagi o'ziga yarasha qoraytirilgan disklari, ya'ni bunda 4 tala balonda ham ABS sistemalari mavjud. Bu mashinaning orqa dizaynida ham o'zgarishlari katta, ko'rib turganingizdek. Undan tashqari buni plyus jihatlari nimada bo'ladi? Orqada parkovka uchun 4 ta Partronic, orqa kamera hamda bagajniklari ham ochilib yopilishlari elektronika. Bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Bagaj sig'imi ham 475 litr. Bemalol qanaqadir aylanishga chiqqanda, safarlarga chiqqanda yuklaringizda hammasi ketadi. Undan tashqari bu mashinani metall qismiga keladigan bo'lsak, atsinkovniy metall bo'ladi. 1.2 metall qalinligi hisoblanadi. Mashinamizning komplektida zapaska, domkrat, ключ, znaklari qo'shib beriladi. Undan tashqari mashina xavfsizlik sistemasi ham ancha yaxshi. Misol uchun nima bularga? Agar yopilgan holatda siz qolib ketadigan bo'lsangiz, mashina 1-2 kg bosim berib avtomatik orqaga qaytadi. Mashinamizning tashqi udobstolaridan birin-ketin gapirib o'tadigan bo'lsak, birinchi o'rinda beskilchoy sensorli dostуп. Agar buni bitta bosadigan bo'lsangiz, mashina avtomatik bloklanadi va shuni o'zida sizdagi bokovoy oynalari ham qiyshayib beradi, ya'ni yopilib beradi. Salon ichiga keladigan bo'lsak, salon ichi polni ekokorja bilan qoplangan, ko'rib turganingizdek. Undan tashqari mashinamizning udobstolaridan birin-ketin aytadigan bo'lsam, birinchi o'rinda issiqda, qishda, ya'ni sovuqda kerak bo'ladigan narsa bu isitish, sovutish sistema. Bu sistema ikkita turga bo'lingan, ya'ni двухсторонний klimat kontrol bo'ladi. Водитель uchun alohida harorat, passajir uchun alohida harorat saqlasangiz bo'ladi. Undan tashqari buni ikki xil holatda boshqarsangiz bo'ladi. Bularga nima? Monitorni o'zidan va o'zi uchun sensorli panel. Ikkala sistemasi mavjud. Rulimizda ko'pgina funksional jihatlari bor. Ularga nimalar kiradi? Multimedianli rul abagrev o'zidan yoqiladi. Undan tashqari radio yoki Bluetooth ulashi, CarPlay orqali ulashi hammasi rulda o'zida. Mashinada обычный cruise control bo'ladi. U nima vazifani bajaradi? Misol uchun siz dam yo'lga chiqqaningizda biror bir tezlikni tanlab qo'yasiz, mashina o'sha tezlikda saqlaydi o'zini. Ikkita monitori, ya'ni bitta monitor o'zida jihozlangan va tablosi. Tabloda bemalol qancha benzin rasxod qilganingiz, qancha benzin sarf qilayotgani va qancha kilometr probegga yetishlarigacha hamma narsasi ko'rsatib turadi. Rul elektrousilitilniy bo'ladi, zo'r jihatidan bittasi. Bu nima bo'ladi? Ya'ni gidravlikadan ham yumshoqroq bo'ladi. Xo'p, undan tashqari mashinani udobstvo jihatidan mashinaning oldi laboylarida datchik sensorlari bor, ya'ni yomg'ir yoqqanda o'zi avtomatik ishlashlari hamda qishda yoki mana bunaqa yomg'irli ob-havolarda bug'lanib ketmasligi uchun spirallari ham mavjud. Mashinangizda ichi umuman bug'lanmaydi. Bokovoylarda ham xuddi shunaqa isitish funksiyalari mavjud. Yangilangan dizaynda albatta shu joyi ko'zga ko'rinadi. Birinchi o'rinda bunda svetniklari ancha tiniq yonadi va ikki xil holatda ko'rib turganlaringizdek va achib qo'yadigan joylari ham bor. Undan tashqari xavfsizlik jihati birinchi o'rinda bo'lgani uchun yosh bolalar uchun ham ancha yaxshi nimaga mashinada detskiy rejimlari mavjud. Avtomatik mashina bloklanadi 10 km/soat tezlikdan o'tgandan keyin. Shu tomonlari zo'r. Xo'p, texnik udobstvolarga keladigan bo'lsak, nimalar? Mashina ikkita rejimda yuradi. Eco va sport rejimida. Elektronniy rushnoy, avto hold o'zida mujassam qilgan va spust, ya'ni qiyalikdan tushayotgan vaqtingizda ancha bu ham asqotadigan narsa. Mashinani tablosini o'zida 3 xil tema bor. O'z yoqadigan temani bemalol ishlatsangiz bo'ladi. O'zingizlar xabaringlar bor, yangi o'zi inomarkalarda hamma mashinani o'chirib yoqishda start stop orqali o'zi bu yog'iga ko'chgan. Undan tashqari mashinada bar qismi ham ancha yaxshi. Bularga nimalar kiradi? Охлаждение sistema, ya'ni yozda shunaqa havolarda qanaqadir ichimlik suv qo'yadigan bo'lsangiz,
muzdek jarayonda sovutadi, issiq jarayonda sovutadi. Ya'ni qanaqa ma'noda? Yozda sovutadi, qishda isitib turadi. Ob-havoga qarab bemalol kontrol qilsanglar bo'ladi bu narsalarni. Xo'p, telefon uchun podstavka, bu ham zo'r narsa, ishlatishingizga qulay, qayerga telefonni qo'ysam bo'lar ekan deb qidirib qolmaysizlar. Mashina mexanik, ya'ni tip uni qanaqa tushuntirsam, lipstok, ko'p kishi tiptronik rejim deydi. Jaydar tushuntiradigan bo'lsam, mexanika sistemasi. Bunda ketayotgan vaqtda bemalol D ga, D1, D2, D3 jarayonda olib, gazni bosib o'sha holatga o'tkazsanglar bo'ladi. Bu ham ancha funksionalni udobstvoga kiradi. Xo'p, undan tashqari eng katta o'zgarishlardan biri bu 2026-yil Live pozitsiyasida mashinada polniy panoramli lyuk bo'ldi. Ochilishlarini ham ko'rsanglar bo'ladi. Shtorka ochilishi bu. 2 bosqichli bo'ladi. O'zingizlarning xohishingizga qarab ochasizlar. Bu birinchi bosqich. Xo'p, ikkinchi bosqich yana xuddi shunaqa. Bunisi ikkinchi bosqich. Bu panoramli holatida. Siz agar xohlasangiz buni lyukini ham ochishingiz mumkin. Lyuk ham ancha keng bo'ladi. Ko'rsataman lyukini ochilishini. Agar polni ochiladigan bo'lsa, bemalol o'zim ham sig'aman lyukka. Mashinaning orqasi ham ancha keng bo'ladi. Boya ko'rib turganingizdek, sidina передний rяд, ya'ni водитель sidinasini o'zgartirmadim. Eng oxirga taqadim. Shunda ham shuncha joy bor. Aytib o'tganimdek, salonlari ikki koja, ko'rib turganingizdek, orqalarida karmashkalari bor, ikkita sidinada ham. Undan tashqari deflektor, ya'ni havo sirkulyatsiyasi ancha yaxshi. Orqada zaryadnik portlarining o'zi bor. Bemalol orqada turgan odam ham telefonni ishlatib turgan holatda telefonni zaryadlasa bo'ladi. Yana o'zimga yoqadigan bitta buni funksiyasi, ya'ni funksiya deydimi, udobstvo deydimi buni, orqadagi padlokodning, ya'ni bar. Bemalol ikki kishi ketganda ko'rsanglar bo'ladi, ikki kishi qo'l qo'yib ketsa bo'ladi yoki-da bemalol qanaqadir ichimlik suvlarni shunaqa qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Bu biznes klass turiga kiradi. Shu tomonlarida ham o'zgarishi zo'r. Oldingi birinchi 25 ta birinchi pozitsiyasida bunaqa udobstvosi yo'q edi. Bu Tigit Pro Live mashinamiz narxi qancha deb o'ylaysiz? Narxi 299 million 900 ming so'm. Agarda siz shu yaqin 15 kunlik ichida oladigan bo'lsangiz, chegirmada holatida 274 million 900 ming so'mga bemalol xarid qila olishingiz mumkin. Bunaqa imkoniyatni qayerda beradi sizga? Albatta, Cherry Chilonzor. Keling, mashinani haydab ko'ring. Yanada batafsilroq ma'lumot oling, hisob-kitob qildiring. Bizda haftada har kuni 9 dan 8 gacha kelib bemalol o'z tanlagan rangidan atiga bir kun ichida shu aytib o'tilgan narxni olishingiz mumkin.